Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 2026-yil 1-iyundan yangi loyiha amalga oshiriladi. Bu bo'yicha prezident qarori qabul qilindi. Bugun shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni hamda video roligimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Jazoni ijro etish muassasalaridagi yoshlar zamonaviy kasblarga o'qitiladi. Jazoni ijro etish muassasalaridagi yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, jazoni o'tayotgan yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitishga qaratilgan ikkinchi imkon ijtimoiy reabilitatsiya milliy loyihasi amalga oshiriladi. Loyiha doirasida 2026-yil 1-iyundan Toshkent, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlaridagi, 2027-yil 1-martdan respublikaning boshqa hududlaridagi jazoni ijro etish muassasalaridagi yoshlarni zamonaviy raqamli kasblarga o'qitish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda o'quv kurslari 8-12 oylik intensiv o'quv dasturlari asosida jazoni ijro etish muassasalarida tashkil etiladi. O'quv kurslariga ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan va og'ir jinoyatlarni sodir etgan jazoni o'tayotgan yoshlar jalb qilinadi. O'quv kurslariga jalb qilinganlar xorijiy tillarni ingliz, rus, xitoy va boshqalar o'rganish bo'yicha yagona intensiv dasturlar asosida ham o'qitiladi. O'quv kurslari yakuni bo'yicha tegishli dasturlarni o'zlashtirgan jazoni o'tayotgan yoshlarga elektron shakldagi sertifikatlar beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.